Bismillahirrahmanirrahim. İstihara boyunca şunday to'g'ri emas tushunib tarqab ketgan, istiharani o'qigandan keyin so'zsiz uqtash kerak deganchi. Negizinden андай emas. İstiharani o'qigandan keyin oxirgi namoz istihara qilib olib, o'qib ele hech kim bilan сөйлөшпөстөн dara жатып olish kerak deydi-da. Bu hadisga qarshi kelib qoladi. Balkim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan ij'alu akhira salatikum vitra, sizlar namozinglardan eng oxirini vitr qilg'ila degan. Biz vitrni o'qib olishda Qirg'izistonda odat tura. Vitrni o'qib olib tur, ana mechitdan chiqamiz. Vitrni negizdan eng oxirgi namoz qilish kerak. Istiharani oxirgi namoz qilg'ila degan jeri yo'q. Nafil namozni oxirgi qilg'ila emas, vitrni eng oxirgi namoz qilish kerak, qo'ldan kelsa. Istiharani makruh emas vaqtlardan bardığında o'qisa bo'laveradi. Al istihara o'qib olgandan keyin qalasangiz jumush qilsangiz da bo'ladi, boshqa qilsangiz da, uxtasangiz da, choy ichsangiz da bo'ladi. Istiharaga baylanishli, andan keyin uxtasin, tushni kutsin degan anday shart yo'q. Qachon ele o'qisak bo'laveradi. Anan mustahabi qanday? 2 rakat o'qiladi nafil namoz. Istihara degani adam balasi bir narsani jasayn deb, biroq shektenib, ekilenib qoldi. Qilayinmi je, qilbayinmi? Ushulmi je, ushul emasmi? debchi. Shektenib qolganda o'shunda o'qila turgan namoz. Dagı bir jolu istihara bir narsani qilam deb yurakdan chechdi. So'zsiz qilam deb. Tobakel qilish uchun dagı o'qila turgan namoz. İstiharani o'qib turib o'shol jumushni qilib ketaveradi. Eğer jumushi bo'lib ketsa dagı payda, eğer jumushi yurishpay qalsa dagı payda bo'ladi. Ya'ni Allohga tobakel qiluvning yo'lida. Sebebi duanın ma'nosi o'shal. Allohumma inni astag'firuka bi ilmika astaqdiruka bi qudratik deb. Ya'ni eğerde ushul ishim, eğerde dinime, düynöme, aqiretime, aqibetime yaxshi bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, anda uni men uchun jengil qilib bergen degan ma'noda duada. Eğer dünya aqiretime ziyandu bu, anda bunu menden alis qil, meni andan alis qil, maga boshqani berib, o'shol orqali meni rozi qilgin degan dua. Oşondan şektengende de okulat, jana tobakeldin tartibinde dağı. Allah'a tobakel kılığının yolunda dele, bir dekeni başta otqanda dele istihara namazı okup koysa жақсы болады. İstiharanın şektengen uçurdağı, anın ayanı, istiharanın natijası tüşte sözsüz kiresi şart emas. Tüşte gana kiret emas da. Kede tuş görmey kalışı da mümkün. Tüşte gelip dağı kalat. Tuş arqılı da bilinip kalat. Biroq oşol gana emas. Kede köpçülük uçurda adamdın oyu bir tarafta olup kalat. Oşo жүрөгүңүз, көңүлүңүз bir tarafka tartıp kalat. Ошону кылсам деп каласыз. Же болсом койчу деп жүрөгүңүз, көңүлүңүз тартпай калат. Кылбай эле койсом экен деп каласыз да.